Allohim o'zing madad bergin. O'zingdan o'zga shukr. Ya Robbim. Mashinangizni olib chiqib qo'ydim aka. Bo'ldi. Yangi mashinalarni qabul qildingmi? Qildim. Turcha aylanamiz. Nimaga mashina ekan, Jalol? Yarimi keldi, yarimi moykada. Hozir bular ham chiqadi, yuviladi, olib chiqib bitta qilib teriladi hammasi. Nechta mashina sotdilaring? 9 ta sotdi. Kassada nech pul bor? 100 ming bor. Bu kassa chuqur mashina bor. To'g'ri, ha. Hop, nonni olib boraman, Zo'ptonish boraman. Xudo, qaysi gunohim uchun bu sinovlarni berding? Ey Allohim, qaysi gunohlarim uchun qiynayapsan? Ya Rob. Alo. Ona qizim. Va alaykum assalom. Ishkelat. Hop qizim. Hop. Buyur, qo'ying ber. Xotin. Assalomu alaykum. Salom. Cho'mtili. Non. Hop. Boraman, bor qilib. To'rtta hop. Allohim o'zing madad bergin. O'zingdan o'zga shukr. Ya Robbim. Aravalar bor, arava. Minutik telefonda bor. Ana aka qani? Telefonimni o'g'irlab ketibdilar-yu. Mana turishini qara u. Nima qilsan, ishlasang bo'lmaydimi? Suvlar tashqarida turibdi. Yoqmasa bo'shatib qo'ying. Mana aka kassa. Bo'ldi, kam. Eshiklarni yopib mashinalarga qarab ketarsan. Bo'ldi, ha. Aka, assalomu alaykum. Uzr, bir minut vaqtingizni olaman. O'tib ketayotganingizni eshitib qoldim aka. Ozgina qiynalib qolibsiz. O'shanga mana buni olib qo'ying aka. Ishlatasiz shuni. Ya kerak emas. Yo'q aka, olayman. Alloh yo'lida bersin. G'alati qol, sog' bo'ling. Yo'q, aka. Sizni vaziyatingizga mana tushganman, Allohga shukr. Hammasi yaxshi hozir. Ishlating aka, kam ko'chingizga salomat bo'ling. Duo qilib qo'ysangiz bo'ldi aka. Ya Allah, Shevarzodning yarot sifatlaring. Hodisalar, voqealar, halokatlar bandani ezib qo'yadi. Shunda unga bitta yo'l qoladi. Hasbiyallohu va ni'mal vakil deydi. Meni hisobim Allohning qo'lida, u naqadar zo'r vakildir.